Ekrandaki kadarlı körmeler, sümlük adılar, anılar, akılar, hediler, dostlar, qeyrindaşlar, kurdaşlar, sığınlar, fuklar, hemmeler bilen bugünkü Kujan Oqatçılık Goroyu uyuşturgan Kujan Goroyu Çolpala Sadası Naqmeydan Bivas tarqıtış paliyeti arqılıq his görüşkenligimden entayin xoşalman. Ben riyasetçi Gülşen Mehmet Dursun. Mana bugün Kujan Oqatçılık Goroyunun qurulğınıga 6 yıl boldu. Biz aldı bilen Kujan Oqatçılık Goroyunun qurulğanlığının 6 yıllıqını qızgın təbriklayımız. Şundaqla bizge mana muşundaq katta paliyet ötküzüş purustunu yaratıp bergen. Şundaqla ekranlıqki körmenlerimiz bilen bizden dağlıq çolpanlarımızdan yıqın arlıqdaki uçuruşu purustunu yaratıp bergen Kujan Oqatçılık Goroyuga texmi zor utuqlarını tilaymiz. İhraldırı qadarlı görmələr mana Kujan Oqatçılık Goroyu qurulğanlığının 6 yıllık münasibeti bilen 2021 yılı 4. ayının 19. gündən 5. ayının 19. günü geçe Kujan Oqatçılık Goroyu Çolpala Sadası Naqmeydan Bivas tarqıtış paliyetini uyuşturdu. Bir ay. Yani bugünkü bolsa bizden şu bir aylık paliyetimizden 4. gündeki paliyeti. Bugünkü paliyetimiz mi? Ben oylayman. Bizden konuğumuzdaki entayin galbilik, muhabbetlik ilip verildi. Bunun için bizden sehnimizki sanatkarlarımız, tırışçanlık gösterdi. Şundaqla biz ikranlıkki körmenlerimizden, tordaşlarımızdan biz bilen aktif maslış berişini üttünümüz. Çünkü neymiş degende hemen әсіген ortak buludu. Biz tırışçanlık gösterimiz sizler bizden tırışçanlığımızdan, bizden hizmetimizden razı boğan bolsanlar. Şundaqla bizden sanat numaralarımızdan razı boğan bolsanlar. İnkas rayonunda özünlərinin razı boğatqanlıqlarını, şundaqla memnun boğatqanlıqlarını, xursan boğatqanlıqlarını qaldırıp qoysanlar. Biz texmi aktif alda, texmi canlı alda, texmi cuşqun alda, en yaxşı altımızda sizlərə xizmət qılımız. Şunun üçün qoş yülünüşlük iş boğanlıq üçün əmmələrinin bizə maslaşıb berdiğanlıqlarına işinimən. Əgər maslaşıb berdiğanlıqlarına bir işenç bildirib etməkçi boğan bolsanlar, İnkas rayonuğa özünlərinki müşü işençinlarını qaldırıb qoyğan bolsanlar, süyümlüklər, tordaşlar, qeyrindaşlar. Ma İnkas rayonuğa sel keyin kiludu. Ben İnkas'ın kördüğanğa sel vaqt ketediken. Çünkü ben muşundaq meydanda sözləb, sizlər bağıca aralıqda bir 10-20 sekund vaqt bağmaz mı? Şunun üçün ben muş İnkas rayonundaki bir İnkaslarını körüşünü çin jürkümdən xalayman. İşençimiz var, rahmet, rahmet. Həmənlər mana muşundaq işençimiz var. Aktif, enerjiyelik, pakız boğan, sağlam boğan İnkaslarını qaldırıp qoyğan bolsanlar. Rahmet, omuyor, şing. Rahmet, rahmet. Həmənlər yaxşı turdunlar mı? Yani aldığınqı 3 günlük paliyetimizdən razı boldunlar dep oylaymayın. Çünkü bizden sanatkarlarımızdan isil numaralardan, isil köylerden hazırlanğaç yani Kujan Oqatçılık Goroyunun qurğucusu baş lideri Hasancan Qasım efendimning çöndürüşü bilen Kujan Oqatçılık Goroyuga şundaqla Kujan Oqatçılık Goroyunun türleriga nisbatan xili cho'nqur tushunchaga ega boldik deb o'ylayman. Amdi navoda Kujan Oqatçılık Goroyuga nisbatan shundaqla Kujan Oqatçılık Goroyunun mushu yangi turlari haqida savollaringlar bo'lsa, tushunmagan nuqtanglar bo'lsa qoldirib qo'ygan bolsanlar, biz cho'qim sizlar qoyil bo'g'dak, moyil bo'g'dak alda javob beramiz. Mana yaxshi, rahmat sizlarga, rahmat. Suratlarimiz yaxshi chiqadi shundaq-ku. Yani bugünkü faaliyetimiz Kujan Oqatçılık Goroyu uyushturgan faaliyet. Shuning uchun eng oldi bilan Kujan Oqatçılık Goroyu haqida ostuli bo'lsin sizlarga tushuntirish beray deb o'yladim. Nayt yaxshi payz bo'ldi. Rahmat, rahmat. Shundaqla hozir bizningki mushu Kujan Oqatçılık Goroyu uyushturgan bevas tarqitish faoliyatimizning Kujan Goroyu bevas tarqitish supsi shundaqla kuychi bevas tarqitish supsini ko'rayotgan do'stlarimiz bo'lsa, do'stlar chamberkiga to'plag yo'llab qo'ygan bo'lsanglar, katta faoliyatimizdan hammaylar huzurlangan bo'lsa degan umidda mushu tavsiyani o'rinlagan bo'lsanglar, hammanglarga yana bir qitim rahmat, rahmat sizlarga, rahmat. Kujan Jidhuan很酷, to'g'ri. Yani buningdan dal 6 yil ilgirki bugungi kunda diyorimiz uy mulk sohasida yorug' bir yulduz chaqnashib boshladi. Bundan dal 6 yil ilgirki bugungi kunda nurg'un arzu armonlarni ko'ngliga pukkan yosh korxonchi ko'zga ko'rindi.
Bundan dal 6 yil ilgirki bugun kunda cemiyetimizga bir turkum ixtisos egalari bir o'ringa jamlandi. Bundan dal 6 yil ilgirki bugun kunda Kujang markasi butun Xinjiangning har qaysi shahar noyalarini qopladi. Mana bu o'rin dal Kujang guruhi. Kujang guruhi uy mulkdan boshqa yana yangi mashina, nimkash mashina, mashina asrash, mashina bezash va mashina ijaragarchiligini bir gavda qilgan Kujang mashina mulozimatini asos qilib kengayib 2020-yilga kelganda Kujang markasidagi yemak-ichmak, tamoqxona, ichimlik, turmush buyumlari, grim buyumlari, sayohatchilik, tamoq yetkazish, talla bozori qatorliq sohalarni birlikda taraqqiy qildirib, ham taraqqiyotlarni ishkir o'lkalargacha qanot yoydirishni maqsad qilib, bultur 10-oyda poytaxtimiz Beijingda keng ko'lamda qurildi. Navbatda Kujang Aptitali keng xalq ommaси bilan yuz ko'rish oldida turibdi, ya'ni Kujang APP. Bu orqali Kujang guruhi o'zida bor bo'lgan mulozimat, ya'ni uy setib olish, mashina setib olish, mashina ijaragarga ilish, mashina tamoq yetkazish, sayohat qilish, Xinjiangning yerlik mahsulotlarini setish va setib olish, mahsulotlaringizni mamlakat ichiga yetkazishdan boshlab, hattoki kundalik turmushimizdagi tok, suv haqqi topshirish, telefon haqqi topshirish qatorli iqtidorlar saplangan eng yaxshi, eng ishiltishchan, eng qo'llanishchan, eng qulaylik Kujang Aptitalni barliq keltirmoqda. Barliq tordoshlarimizning, do'stlarimizning, har millat qarindoshlarimizning faoliyatimiz orqali dangliq san'atkorlarimizning, cho'lponlarimizning san'at nomerlaridan hozirlangach, Aptitalimizni tushirib olishni tavsiya qilamiz ko'pchilikka. Rahmat. Shundaqla ekrandagi ko'rmanlarimizga rahmat. Har kunlik faoliyatimizni Çin yürkünler bilen, aqidanlar bilen ko'ryapsizlar. Biz shuni his qilib turyapmiz. Chunki biz bu faoliyatni naqmadan bevosita tarqitishni ekran oldidagi ko'rmanlarimiz uchun uyushtirdik. Sizlarni xushal qilaylik, sizlarning ma'naviy dunyolarni betayli deb uyushtirdik. Shuning uchun sizlar xush bo'lsanglar, bizmi olamcha xursand bo'lgan bo'lardik. Gül çiçek pürkengen bağladı mı, güzel bir cay bağ mı değilse, mana ekran aldırki bizden faaliyetimizden körüvatkan qeyrindaşlarımızdan kalbi. Naqsıla. Şunun için özünler bir çavak, bir vetkeş, özünlerge bir güldestlerini sunğan bolsanlar İnkas rayonunda. Rahmet sizlerge. Rahmet. İnkas rayonunda ben bir körüytey ya. Ben şu sahneye künüp kaldım. Yani Kujang O'qachilik guruhi uyushtirgan her bir qitimliq bevosita tarqitishda ekran oldidagi ko'rmanlarimiz bilan eng yaqin oralikda turib, paranglashish, mungdashish, sirdashish haqiqatan bek bir ko'ngillik jarayon. Chunki bu jarayonda oldi bilan sizlarga xizmat qilman. Shundaqla men bizning san'atkorlarimizni ziyorat qilish orqali uloq bo'lgan tushunchim texmo ashudu. Albatta eng muhimi bizning sizlar bilan bo'lgan orliqimiz yiqilishidu, muhabbatimiz cho'nqurilishidu, rishtimiz chingiydi. Rahmat, rahmat, rahmat. Qizyotdi. Rahmat, endi qizish boshlandi dedi. Dahshat qiziydigan ishlar dedi oldimizda. Sizlar mana shunday jonliq inkas qoldirsanglar, vay biz acayip hizmet koydumuz. Her qitimliq muş bevosita tarqitishda ekran oldidagi ko'rmanlarimizning muş arzuyi mening usul o'ynashimni ko'rish yoki naqsha etib berishimni anglash. Bu arzu armonlarimizmi aldırmay amalga oshib qoladi. Chunki men eng yaxshi holatimda sizlar uchun xizmat qilay deb o'ylayotgankin, yaxshi o'ynamay qolsam ko'ngillar kelib qolmasin, mening qalbinglardagi obrazimga nisbatan ta'sir etib qolmasin deb o'ylaydi ekanman. Lekin umu bo'lib qoladi. Pek yaxshi bo'pti, xush bo'ldim. Rahmat, sizlar xush bo'lgan bo'lsanglar, bizmi xushal. Rahmat, rahmat. Rahmat. Undan boshqa bizning shu İnkas rayonimizga İnkas yo'llayotganlardan boshqa e'lon yo'llayotgan do'stlarimiz, ya'ni shu e'lonni sal agar muvofiq bo'lsa, sal qisqartib, shu jonliq İnkaslar orqali faoliyatimizni texnik yuqori bir avjiga ko'targan bo'lsak degan umidda. Rahmat sizlarga. Xo'sh, shunda bo'lsa do'stlar, bugungi faoliyatimiz Kujang O'qachilik guruhi uyushtirgan, ya'ni
Çolpanlar sadası naq meydan bevosita tarqitishimizning 4-kunlik faoliyati. Bugun bizning faoliyatimizga taklif qilingan mana bu çolpanlarımız bo'lsa, bu yigitlarimiz bo'lsa, qarindoshlarimiz bo'lsa, ekran oldidagi ko'rmanlarimiz intayin yaxshi ko'radigan, faxrlanadigan, suyunadigan, qoyil bo'ladigan, moyil bo'ladigan bizning ulgulik yoshlarimizning vakili bo'lib qolmasdan eng muhimi şəxsən mənmu intayin yaxşı görüdüğən, mənmu qalbimnin ən çoğunqur orunlardan bu jürəkdiki qeyrindaşlarımğa orun bəgən, özlərinin tirişçanlığı arqılıq, kəsbdiki sadaqət arqılıq, fidakarlıq roy arqılıq, onundan başqa adamilik arqılıq, əqidilik qalbləri boğanlıq üçün həmimizni qayıl qılıyatqan mana muşu inilərim. Albatta, mən bək yaxşı görmən, mən bilən birli çoğun boldu deb oylasam o buldu. Çünki mən 2006 yıldan başlap Tələ Yulduz proqramısına riyasetçilik qıldım. Şunundan itibaren mana hazır qədər bu inilərim mu Tələ Yulduz proqramısına can bədi. Hakikaten mu Tələ Yulduz proqramımızın səhnisini texmu canlandırıb etdi, texmu nurlandırıb etdi. Mən bu Tələ Yulduz proqramımızğa qatnaşqan bu inlərimdən hər bir qitimlik nəticəsi, hər bir qitimlik tərəqqiyatı, hər bir qitimlik icadiyyəti, hər bir qitimlik şan şöhrətini görüb xursand boldum, fəxrləndim. Mana müştaq bulanı sözlətmək özüm sözləvəsəm. Onda bolsa, bugünkü bizning faoliyatimizning baş personajları, baş qahramanları, yani bizning davam grupimizdeki azmatlar yaxshi ko'radigan mana kelishgan yigitlar Abdusami Erkin, shundaqla Farhod G'ani, G'ojimat Qurban qarshi olamiz. Bir salom beraytamizlar. Rahmat, rahmat, rahmat. İranlı görmələrimizə orundan turub salam verişini layıq tapdı. Onda bu aldı bilən ayrım-ayrım bir salam verəyətəmdik. Kimdən başlayımız? Mən də killə. Absəmidən başlayılıq, yaqini. Salam ekran aldıdiki, şu bevasitə tarqıtış aldıdiki barcha əzizlər. Kəminə Abdusami Erkin'dən, yəni davam qrupusunun əzası Abdusami Erkin'dən həmmanlığa otluq salam, ali ehtiramlar olsun. Şundaq bir katta bir bevosita tarqitish orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz. Rahmat. Ben geldim ha. Faradqa geldi, Farad. Yaxshimisiz Gulshada, aldı bilan sizga salom, muzikantlarga salom. Şunun bilan birga ekran oldidagi barcha aziz ko'rmanlarimiz, hammanglarga men Farhod G'anidan hammanglarga o'ta salomlar bo'lsin. Didor g'animat. Rahmat, rahmat. Hoji. Yaxshimsizlar to'rdoshlar, G'ojimat Qurbandan sizlarga o'tliq salomlar bo'lsin. Men oldi bilan shu bugungi faoliyatni o'rlashtirgan Kojang guruhining 6 yilligini shu do'stlarimiz boshchiligida tabriklayman. 6 yilliginglarga muborak bo'lsin. Shundaqla bugungi shu faoliyatda davom guruhimiz o'zimizning kuchining yetishicha sizlar uchun xizmatda bo'lamiz. Rahmat. Mana sizlar chiqib bo'plam salom bergich orliqdilam inkas rayonimizda inkaslar to'shib ketdi. Sizlarning naqshanglarni bak yaxshi ko'ramiz. İsminglarni qo'shib bezib to'taxi G'ojimat Qurban, Farhod G'ani, Abdusami Erkin sizlarning naqshanglarni bak yaxshi ko'ramiz deb. Baya G'ojibek yaxshi dedi-ya, haqiqatan bugungi bu qutlashni cho'qim tabriklashimiz kerak, ya'ni Kojang o'qatchilik guruhi qurilganligining 6 yilligini. Biz asli bir tug'ilgan kun naqsi bilan boshlasak bo'pti deb o'ylab qoldim. Baya asli bir plan qo'ygan bo'lsak, hozir kelsak sal jiddiy o'qilammi yoki 15 minut vaqt versen tek sizib ko'rayman. Yoki muzikantlar bir ash tug'ilgan kun naqsiga chapasa, undan keyin bir ertasi qanday qilar? Bo'laverdi, undan mana voy bu inlarimning inkasi deksha tez. Undan so'ng bu ishlar degan kichik ishlar sizlar uchun amsa. Bir digvorlashib olamizlar muzikantlar bilan. Bo'ldi. Ashni aytamda ijodiyatlik.
mübarek, tug'ilgan kunimizga muborak, tug'ilgan kunimizga muborak. Joni shangri kwayla, Joni shangri kwayla, Joni shangri kwayla, Joni shangri kwayla. Biz Esencan direktörünün tug'ilgan kun tabriklardan guruhman. İşkeylerninkini yani Esencan Kasım efendimning tug'ilgan kunini shundaqla Kujan o'qachilik o'royining tug'ilgan kuni qizg'in tabriklaymiz. Tug'ilgan kuninglar muborak bo'lsin. Barcha ishlaringlar o'ngishli bo'lsin, qandoqlar mustahkam bo'lsin. Unda bo'lsa oldi bilan tayyorlagan naqshanglar qaysinglar? Naqsh tayyorlamayli keldi o qayda. Bugun paranglashamiz bunda. Aytayli-da. Naq maydon. Naq maydonmi? Unda bo'lsa Nishad, qaysimizdan ilhomga keldi shu? Aytayveramiz bugun. Amsa hozir boshda kimning ilhomi keldigandek? On tarafdan kelsin. Hoca Eyson. G'ujiding kelsinmi? Sen sho'xrab bir narsa bilan kayfiyatga turib boshlab. Bo'ldi, G'uji boshlab bersin, ha. Turib. Bo'ldi, ha. Bugun mushu naq maydon taqdi supsida, kuychi naq maydon taqdi supsi shundaqla. Ko'jang naq maydon taqdi supsi biz uchun xizmat bo'layotdi. Tövendagi barcha do'stlar, birodarlar jafo chekdinglar. Sizlarga rahmat aytaman. Men naqshamni aytishdan burun bizning mush faoliyat qatnashimizga bizga kuch chiqargan bizniki muzika atirtimizni bizning bir 2 kundilar bir yerga kelishib oddiygina bir tayyorlab qilgan bir muzika artistlarimizni bir tunishtirib etay. Bo'lib ketdim. Muzikantlarimizni. Bu yoq bo'lsa, hammamizga tunishlik bo'lgan yosh Royal Mayri, bizning ustozimiz, yaxshi akkordlashtiruvchi, yaxshi naqshchi Murat Muxtar afandim. Qarshi olamiz Muratjon. Bu yoq bo'lsa, qo'li nihoyat tatliq, yaxshi muzika chaladigan, yaxshi akkordlashtiradigan, yaxshi diyanzing chaladigan bizning ustoz akamiz Qosimjon akam. Qosimjon afandim, qarshi olamiz. Bu yoq bizning gitar mayrimiz, bizning yaxshi akamiz, yaxshi kasbdishimiz Shirali akam. Qarshi olamiz. Bu umoq inim bo'lsa, Murat. Pek umoqga bu Muratga o'xshashi. Eng kichik bosqimikin deyman men shunjani buni. Qancha Bizning eng yaxshi umoq, eng tatliq inimiz bu. 14 yoshlarda bormi? Yo'q, tug'ilmadim deydi. Bizningki shu akkordlashtirib jamiyatga taqdivatgan, e'lon qilayotgan muzikalarimizninki milliy muzika tarafida nurg'ulagan bo'shliqlarni to'liqlayotgan, o'zininki talant orqali bizga yordamda bo'layotgan bizning yaxshi akamiz, hammamizga tunishli bo'lgan muzikat Abdusalom afandim. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Sana shu endi yangi bitgan, hozir neydi jahonni beshig'i kiyayotgan Qaysar to'xta. O'tkir bizning dab va kamba xizmatida biz uchun nihoyat jafolarni chekdi. Hammanglarga rahmat aytaman. Rahmat, valloh rahmat. Konu bo'lsinmi? To'y qilib bo'lgan bo'lsammi? O'lmasam bo'lmi deding kilaya. Shundan boshlamasam bo'lmaydi emasmi? Unumaydi tomoshabinlarimiz. Shu naqshini bek yoqtirib anglaydi, ha. Hamma narsa naqmeydan bo'layotgandek. Biz bugun shu asosliqmi shu tunishliq, xalq yaxshi ko'radigan naqshlarimizni tayyorlab qildik. Sizlarni tunutgan shu kuylarni. Ajab yaxshi. Akkord alımızda. Akkord nima alayman? Ishkinglar amala Gulshan adam olsin. Siz bilginizcha aytgan bek peyz oldu. Rendar peyz. Men chiqaramayman. San'atkorlar sarxil, rahmat. Ben bir başlasam, ishkinglar bir turib tursanglar. Unda qolsa o'zingizlardan naqsha o'ylanmasam bo'lmadi bo'lsin.
vardı bir yerge, dişimge ahmet konmadı. İşim vardı bir yerge, dişimge ahmet konmadı. Koyunun gibi barsam nege, büyülenmesem bulmadım. Koyunun gibi barsam nege, büyülenmesem bulmadım. Büyülenemem aşı karaga, büyülenemem küzü karaga. Yaraşmadı boytaklık bendek oğul balaga. Büyülenemem aşı karaga, büyülenemem küzü karaga. Yaraşmadı boytaklık bendek oğul balaga. Bendek oğul balaga. Aleyh. Gençlerinin baksın yetip öydeki kalanını satıp yol koymasa geçip eğlenmesem olmadı. Gençlerinin baksın yetip öydeki kalanını satıp yol koymasa geçip eğlenmesem olmadı. Eğlenemem haşı karaga, eğlenemem küzü karaga. Yaraşmadı boytaklık bendek oğul balaga. Eğlenemem haşı karaga, eğlenemem küzü karaga. Yaraşmadı boytaklık bendek oğul balaga. Hey hey. Şaşa. Feyzullah atılı, Feyzullah atılı. Ne içi yaman, ne içi? Hey. Yaxşı dilga elce koyup köygen kızga toy toxtutup muşu yılga öylenmişem bomdedi. Toy toxtutup muşu yılga öylenmişem bomedi. Öylenemem aşı karaga, öylenemem gözü karaga. Yaraşmadı boytaklık mendek oğul balaga. Öylenemem aşı karaga, öylenemem gözü karaga. Yaraşmadı boytaklık mendek oğul balaga. Yaraşmadı boytaklık mendek oğul balaga. Mendek oğul balaga. Teşekkür. Hey, alamet. Rahmat. Ana hoca Rahmet. bizning naq maydonda bir ot chiqaryapti ot. Biz hocani tunishdan burun hocaning ijodiyatlari bilan tunishgan. Hoca bilan tunishgandan keyin ondan hoca Muhşu ijodiyatlarni siz qilganmidingiz deb so'rab ketgan-ku. Demisimi hamdi biz yaxshi ko'radigan, faxrlanadigan nurg'un ustoz san'atkorlarning, alqishliq naqshchilarning ijodiyatlarini o'zi o'zi ishlab bergan. Shundoq hamdi bo'lib shu o'zi sekinlay chiqib naqsh aytib tunilishdan burun shundoq-ku. Hoca ijodiyatga qachon kirishgan? Mikrofon sal oldiroq. 2010-yildan boshlab. Maktabga sen shu kelganmi yoki u chaqda kelmagan vaqtimizmi? Kelgan. Shu men birinchi bo'lib 2007-yili O'rip odat san'at maktabi deb Sandon bo'yida bir maktab bordi, san'at maktab. Shu yerda 3 yil o'qidim 2007-2010gacha. 2010-yili Shinjon san'at sho'yanniki muqam kasbiga intan berib o'tib aşağıda hani kendinden mening bir ustozim bor Suydingda Abdukim Ablat deydigan. Bütün naqshchi san'atkorlarimiz tanıydı. Aki demdi. Ya Abdukim Ablat. Yo'q, ismini qisqartiblam. Chu? Ha, satoldi ham. Men qaytay. Shu ustozimniki yetaklashilar 2010dan boshlab kirishgan. Maktab bu ijodiyat kasbiga yangi. Shu chaqlardan boshlab Samiya bilan musobaqadash bo'ldik 2010dan boshlab. Tang birlikda tirishib ijodiyat sohasida izlanib ketib qolgan notalar biz. Notalar deb qijilib ketdi taxi. Hozirgacha ijodiyatning qanchasi bor? Qancha ijodiyat qildingiz, sanab baqdingizmi?
Xilicik qildim jumada. Sanab Men o'zim baqsanızmı? aytgandim bir 10 nechidek chiqdi. Boshqalarga berganlarimdan bir 30-40 taldek chiqdi. Lekin hamda men sirtqi jamiyatga moda bulab anglangandan men o'zim ba'zi uyda turib, emgak mevlarimda suyunib faxrlanib qolmay, chiqmadi dizigimiz chiqdi. Mana asan emas hamda chunki sizlarning dahi kasbiy musobaqalar uzunda hamda boshlanib turiblar mana mushundaq yaxshi natijalarga erishish asan emas. Undan boshqa eng muhimi sizlarni izlab kelib ijodiyat qilib bergan bo'lsanglar, tekst yozib bergan bo'lsanglar, ahang sep bergan bo'lsanglar, akkordlashtirib bergan bo'lsanglar deydiganlar bekchiqa. Shunda. Chunki hamda sizlarmi eng muhimi vaqtida qilib bersizlar. Vaqt eng muhim. Qanda vaqt ehtiyojliq bo'lsa, shuningga qarta endi o'zimizning uslubi bo'yicha, o'zimizning kuchi yetgan bo'yicha qilamiz. Ularga biz mana shuni moda qilib turamiz, mana shuni anda qilamiz, bunda qilamiz deb va'da bermaymiz. Lekin o'zimizning kuchini yetish bo'yicha qilamiz deb oldin gapni o'zi olamiz. Vaqtida qilib bersizlar, yaxshi qilib bersizlar. Eng muhim yaxshi qilib berishda hamda vaqtida qilib berishdan boshqa. Undan keyin sizlarning o'sha kasbda o'qiganliginglar uchun, ya'ni kasbiy jihatdan rasmiy o'tgan acayip yaxshi asar qilib yo'llab bersizlarda oson emas. Ovozingiz yaxshi, Isulufkam deydi. Ondan keyin bek yaxshi o'qidi, naq maydonda ko'rgandekli bo'ldim, qaltis deydi mana. Ekrandagi ko'rmanlarimizning bu inkaslarga rahmat. Endi kim aytdi xo'ja? Biroqli birsinglar nechini aytyapsizlar yoki navbatlashibmi? Almış betamsizlar. Navbatlashib ranglar tamlik aylar. Ishqolar po'zalanglar. Endi kim aytdi? Absami aytdi ekan, Absami aytdi ekan. Absamining ekran oldidagi ko'rmanlarimiz ajoyib tunuydujumu. Baya bizning bevosita tarqitishimiz boshlanganning yaqilam Absami nima? Absami erkin deb bo'lgandan keyin anam chiroyli degan naqsha ekranda paydo bo'ldi, ya'ni inkas rayonida. Biz her qaytamlıq fəaliyyətlərdə şundaq deyişimiz var, Absami. Hamda bir naqşçının mana şundaq bir naqşçının ki xalq qalbidən ornab ketişi şu naqşçının ən çox bir nəticəsi ekan deb o'ylayman. Şunun da adamның adığı çıxdı ha. Hamda şu bir sanatçı yoki bir naqşçının ki ömürdə şu başqalar e'tirof qildigan bir qancha naqshlar bo'ldi ekan. Yoki bo'lmasa bir tal naqshisi bilan bu san'at hayotini shu mangulik oyoqlashtiradigan ishlar bo'ldi ekan. Hamda bu anam chiroyli degan naqshni hamda men shu osh tamni shu burun egiz qo'pirab qo'yib, osh tamdan atlab o'tmak tez bo'ladi. Lekin cho'qim atlab o'tamiz. Yana navbatda hamda navbat menga qolibdi. Mayada bir mush anam chiroyli deyimizga naqshni aytishdim burun azroq bir gapni nima qilsam shu bu tekstni anam chiroyli degan naqshning tekstni dadam yozgan, muzikasini men o'zim ishlagan. Endi men necha kun ma shirkatniki faoliyati bilan biz jiddiy tutish qilish oldida turib shu 3-4 kun burun ya'ni meniki momam bizden vaqtsiz baldır ketib qoldi-chu. Buni atrofimdagi og'aylarim uqmaydi. Uydagilar meni sirtda o'yinda deb sal kechikib turib qo'yapti ekan. Shunga hamda men sal keyin qoldim. Ondan keyin 3-4 kun ichida bir tarafdan sal kayfiyatim normal emas, lekin shundaqdimi o'zimizningki shu davom guruhimizningki shu ajrni, shu nechkunlik ajrimizni bekor qilib etmaslik uchun hamda uyga boramadim. Yo'qlab. Shundaqdimi? Shu munosabat bilan barcha urug' tuqqanlarimga, do'stlarimga madad tilab shu do'stlarimiz yaxshi ko'rgan, barcha azizlarimiz yaxshi ko'rgan anam chiroyli deyimizki naqshamni eng dastlabda taqdim etsam. Yoqtirib anglaysizlar. Rahmat. Rahmat, rahmat.
deptimen Canan çıraylı Bana okşaydı Balam çıraylı Bilmey deptimen Canan çıraylı Bana okşaydı Balam çıraylı Ayrılgan çağda Bildim ki hiç kim İken hem diyem anam çıraylı Ayrılgan çağda Bildim ki hiç kim İken hem diyem anam çıraylı Anam, anam, baylığım anam Anam, anam, çıraylığım anam Hey anam, anam, baylığım anam Anam, anam, çıraylığım anam Yılsam yıllap külgemgi külgen Meni bir ömür cindep bilgen Baldurla ayrılıp kadri ötülgen İşkenemdin anam çıraylı Kir katlayıp aş itişleri Yolunda döndürüp zar kütüşleri Sevenlikimle geçirişleri İşkenemden anam çıraylı Söymezken beni anam dek hiç kim Küymezken bana anam dek hiç kim Düşenmez yürgünle anam dek hiç kim İşkenemden anam çıraylı Anam, anam, baylığım anam Anam, anam, çıraylığım anam Anam, anam, baylığım anam Anam, anam, çıraylığım anam Rahmat. Ey rahmat Absami. Amdi bu naqshla мәңгі bizning yurtimizdan eng cho'nqir qitida shundaqu ulug' onalar, ulug' otalar chiroq o'xshaydi. Shu otalarimizning, onalarimizning bizga qoldirgan eng isil odamiligi axloqiy fazilatini o'zimizga o'rnak qilib, mushu kasbimizda shularning nuri orqali bizga yo'ritib bergan yo'riqliklar orqali taraqqiy qilish meningcha ularga berilgan eng katta sovg'atimiz, eng yaxshi javobimiz shundaq. To'g'ri, to'g'ri. Endi boya Absami o'z degandek bir isil naqshini aytib qo'yib, undan keyin ekran oldidagi ko'rmanlarimizninki mushu yurikidan o'rnab ketgandan keyin buningdan olqish sal tas kelyotidi deb. Lekin biz yaxshi shundaq. Bundan keyin bizning kasbiy hayot musofirimiz uzun. Bu jarayonda yangi yana buningdan olqib ketadigan isil ijodiyatlarning maydon chiqishiga tilakdoshmiz. Lekin meningcha bir naqshning o'rnini bir naqsha basamaydı. Şundaqmı? Her bir naqshning o'ziga tushliq xosligi bo'ladi, alohidagi bo'ladi.
qalbimizning bir bo'shlig'ida mush naqshni ap qo'yamiz. Mush bo'shliqda shu naqsh bo'ladi. Shuning uchun halqishni o'ylaylik, lekin meningcha cho'qim halqib ketaman debmi, japa tatib ketmasak bo'ladi degan deb o'ylab qoldim, to'g'rimi? Chunki har bir naqshiningki men boya degandek ta'm o'xshamaydi, o'zgachiligi bor, xosligi bor. Shuning uchun hammanglar ijodiyatchi Obsami. Shu hammalarlar qilardi ekanmiz. Manda chu ba'zilar so'raydi-chu. Shu doim ko'ngil yerim qildigan, odam yig'iltirgan, qo'rqinchli, ichinishli naqshlarni aytitgancha debchu. Endi bu nima deganda hammalar xushallik, kayfiyat xushal ko'tiradigan yoki bo'lmasa o'ynaylik, kulaylik deydigan hammalarniki uni aytishimizning zaruriyati yo'q menimcha olganda. Her birimizningki masalan men odam yig'iltiradigan naqshlarni aytgan bo'lsam, uning bir tarbiya ahamiyatidan boshqalar uningda huzur olsa, mening natijam shu. Yana biraylar shuhroq kayfiyat bilan do'stlarimizning kuldasa yoki do'stlarimizning ko'nglini yasharsa, u uning natijasi. Har birimizning uslubi o'xshamaydi. Demak, shu davom guruhimizdagi 3 aylanma, masalan, Parat, G'o'ji, men uchimiz 3 xil echilgan bir gulga o'xshaymiz shu. To'g'ri, Shunga bu og'illarimdan gap tortib olmayman. Shunga deblam. Abdusemih naqsh tayyorlab ketdi. Har bir naqshchining, har bir san'atkorning o'ziga xos alohidligi bo'ldi, xosligi bo'ldi, o'zgachilik bo'ldi. Shu xosligi bo'lganligi uchun ko'rmanlar, anglarmanlarning esida qoladi-da. O mesela ma uslubda naqsh esi yaxshi bo'ldi ekan yoki ma xoslikda naqsh o'rinlasa, Bəkrak xalqning diqqətini tortadi ekanmiz deb o'zimiz bo'lib yashamay qolsak, meningcha u texmi qo'rqinchli ish. Shundaqmi? Yana o'zimizning dunyoimizda, o'zimizning xosligimiz bilan yashasak, eng yaxshisi shu. Masalan, men hozir yashasak degan gapni xato deb qoldim. Deb bo'lib yana o'zgartib ketaverman. Shunga o'xshash. To'g'rimi, Parata? Siz maynoq kattiga qilsangiz. Paratmi bek tirishchan. Onun başqa özünün icadiyyatları mı var? Endi bu üçüncüler mesela icadiyat qilish jarayonida bir talışıp qolamsizlar Parat, ancha-muncha. Nemani? Ijadiyat qilish jarayonida Mushqisiz yo'l qo'yma. Hammamiz uchaylan bir-birimiz yo'l qo'yamiz. Kimdan to'g'ri bo'lsa, shuni e'tirof qilmay bo'lmaydi, e'tirof qilamiz-da. Hammamizning ortiqchiligi o'xshamaydi. Men his qilganni bular his qilmasligi mumkin. Bu his qilganni men his qilmasligim mumkin degandek endi. Bir-birlarni to'liqlab mangizlar shundaq. To'liqlabmangizda shunga birga keldik bo'lmasa kilamaymiz. Yo, rost tasjimo. Endi men bunda o'ylayman, kasbdoshlardan do'st chiqmaydi deb. Lekin sizlar eng yaxshi isbotida mana sizlarni isbot qo'shamiz, sizlar bilan yaqin bo'lsa. To'g'ri, endi ularni ayrim taklif qilgan chaqda ayrim so'zlayman. Masalan, naqshchilarning ichida biz erqitimən paranglış jarayan deyimiz şu üçüsü Abdusami, Parat, G'o'ji kasbdoshlarning orasidagi bir güzel dostluqni bizga ko'rsatib berdi, isbotlab berdi, namoyon qilib berdi deb. Amaliyotda kasbdoshlar o'zaro bir-birini eng tushunadigan kishilar deb o'ylayman. Texi, bular raqobatchi emas. Haqiqiy do'st bo'lib o'talaydi sizlarga o'xshash bir-biringlarni to'liqlab, alohidliklarni ko'rsatib berib. Parat unda bo'lsa, bu kasbga qanday kirib qolgan, qanday chirib qolgan? Qanday kirib qolgan? Shu bu gapning bishi shu, ya'ni koni gaplar bilan boshlanib kichikimdilla debman. Ashta koni gapdan boshlaymiz. Koni gap kichikimda shu ismini bilsam to'ydikilarda yurdik-kan men. Shu Realning yana bog'i. Real Denzichin deymiz-ku. Yamaha. Ashton yen Yamaha. Uzat diyeceğim oldu. Uzat. Shu nerede to'ydikim bo'lsa, shu yerga yuguraymankan kichik vaqtimda-chu. O'zim o'ylab mahallada bir denzchining ovozi chiqdi-chu, hamda har biri uni anglab fuqimiz hamda. Masalan, matrapda chiqamiz, shu tarafga qarab mengib boqamiz-da. Shu topimiz o'yin izlab-chu. Keyindan shundoq taraqqib yurib, keyindan san'at maktab chiqdik. San'at maktab chiqib maktablarni bitirib, yana davomli tirishib ketib bormiz shunda. Kasb san'at maktabga kasb nimdi? Dastlabda 3 yil ijodiyat o'qidim, keyindan 3 yil naqshida o'qidim.
Keyindan akotlashtirish xizmatlarini ustastırıptı. Muratcan akamdan akotlashtirish xizmatlarini öğrendim. Hazır davam gruppasining öz aldığımızda işxonamiz var. Şunun da hem de akotlashtirish o'ngilish xizmatlari bilan yana davomli tirishib ketib boramiz. Ay, Parat uchunlar qachon birga kelib qolgan? Evet, bular dastlabda bu ikkisi birga o'qibdi 2010-chi. Mashqisi. Mashqisi birga o'qibdi endi. Arliqda men bek qanday kirib qoldim o'zim uqmayman. Bular kelgan rasmiy oylarga. Sen kirganmi biz bağanmı uqmadik da. Bular kirgan ikkisi. Nima shu tala yulduzi tunishib qolgan. Ya, bir tala yulduzi naqshaytimiz deb berib, biz İlyar bilan tunishib, İlyar tarafdan tunishib, biz sabdisam hech kim savaqda 2010 tunishgan. Ya, mana İlyarni men tunishtirgandim sizlarga. Aplama haq ishonmay qolsam bizda. Ya, bo'lma gap deyishmaylar. Ishqib tunishib qolgan. 2010. O çağdısda sile deyişdik-chu. Paratcan sile adashdi. Sile deb yaqilishdik. Shu vaqtda shu tunishgan. Keyin shu vaqtda shu İlyarning sababi bilan bu davam gruppasi qurilib qoldi. Tabiiylam qurilib qoldi shu vaqtda endi mush og'inimizdan to'yga bir ko'nglimizni izhor qilib bir naqsh aytayli degan maqsad bilan Men bordim-ku to'yga. Sizin ba to'yga qizib ketdi-ku. İlyar yig'lab ketdi ko'zlarida yiqib. Shu vaqtda shu uchaylan naqsh qilayli deb shu İlyar tüpeyli naqshni qilib qoldik. Keyindan o to'yning ko'rinishlari, qisqa ko'rinishlari bizning naqshimizga kirishtirilib, bozorga chiqqandan keyin bu nihoyat yaxshi tashviq bo'ldi-chu. Alqishga erishdi-da. Alqishlarga erishdi endi. Ancha-muncha bo'lsa-mu. Shundan keyin yana bara-bara in aytib baqsaq bo'lamdi. Nima deb yana birani aytib shu guruh bo'lib qoldik oxiri. Bo'lib qoldik. Eng muhimi uchunlarning shu kasbdagi ko'z qarashlaringlar o'xshashda. O'xshash. Shundaq uningdan boshqa endi 3 yilinglar kasbda o'qigan. Bu bir o'rtaqlik. Uningdan boshqa eng muhimi uchunlarning kasb tutgan pozitsiyaringlar o'xshash. Hammanglarda bir mush san'at kasbiga bo'lgan mas'uliyatchanlik bor. Uningdan boshqa tulib tashgan mehr muhabbat bor. Shu mana mush o'rtaqliklar uchunlarni birga akeldi-da. Agar bu o'rtaqliklar bo'lmasa, uchunlar birga kelib bo'lmaysizlar. Shundaq-ku. Unda o'z Parat boshda qaysi naqshni aytib berdingdi? Orumda turayçı başta. Beş yoğanmayadım emas ben. Küçüktün hem de. O'xshash. So'sam qopsam o'xshash bola. Unda olsa azizlarimiz. Yana azroq kayfiyat ko'taraylik. Do'stliklar ko'zdagmisin deydi. Do'stliklar ko'zdagmisin? Ey rahmat. Davom guruhiga ko'zdagmisin deydi. Rahmat. Shu Kojan guruhi orqali shu barcha azizlarimiz bilan ko'rishyapmiz. Oldi bilan Kojan guruhiga rahmat. Ishlari utuqliq bo'lsin. Hozir tug'ilgan ekan, muborak bo'lsin. Undan so'ng navbatda bir oz kayfiyat ko'tarish maqsadida bir usul aytib qo'yaymi? Buldu chada yo'q. Barcha azizlarimiz hamda bo'lsa ekran oldidagi azizlarimiz o'rindiqlarini tatib usulga tushishini umid qilman. Navbatda o'zimiz yaxshi ko'rib aytilgan naqshildim. Laylisan temisidagi shu usulliq naqshamni taqdim etsam. Laylisan. Davam gruppasiga nisbatan ekran oldida ko'rmanlar. Mana bu shu sahnadagi davam gruppasidagi bizning azmatlarimizga, naqshlarimizga, yigitlarimizga nisbatan go'zal tilaklaringlar bo'lsa qoldirsanglar bo'ldi. Shoq-shoq deydi, shoq-shoq. Bo'ldi. Atlı taraf çilimni otka
Kelin hey yarım oynaylı İşliğimizini baklaylı Hay! Çalıyım al sana nakşa eytayım Tutarım ne çalıyım al sana nakşa eytayım Hoşiveri küyümge jürgünü uftayım Jürgünü uftayım Hoşiveri küyümge jürgünü uftayım Jürgünü uftayım Kilim hey yarım oynaylı Kilim hey yarım oynaylı İştimizini baklaylı Ha Murat'ka Acayip Murat'ka bir zemirin la Şok şok ha Gelsen yanımda taşlarımda bağlayayım Gelsen yanımda taşlarımda bağlayayım Kolunu bağla kolunga bağlayırım ne aylıyım Bağlayırım ne aylıyım Kolunu bağla kolunga bağlayırım ne aylıyım Bağlayırım ne aylıyım Yarım yarım oynaylı İştimizini baklaylı Kilim hey yarım oynaylı İştimizini baklaylı İştimizini baklaylı Rahmet azlarımızı Rahmet Suluğu çıkan ikmallarımızga rahmet İkraldaki körmenlerimizga rahmet Gülşen Hanım oynap bəsün keyin qitimda oynap bermən, çoqqum oynap bermən, Putumğa dəsimay oynanlar deydi. Buldu diqqət qılaylı, Putumlağı dəsimay oynayımız. Rəhmət sizlərə. İkraldırı qadirli görməli hazır köratqınlar bolsa, Kujan oqatçılık oyunun çolpala sadası naq meydan bevas tarqıtış fəaliyyəti mana davam qrupusidagi azmatlarimiz sizlar uchun xizmat qiladi. Muşu bizning davam grupimizni mangu esinglarda saqlagan bo'lsanglar, agar davam grupusining ismi esinglarda qolgan bo'lsa, Inkas rayonini qoldirib qo'yinglar. Davam grupusi. Uni o'zi endi qaysingizlar aytmoqsizlar? Paranlaşmamda. Meyli paranlaşsaq bo'ldi chata yo'q. Kimning aytadiganini bilib olayman boshda. Xo'ja. Xo'jadan kelamdik yana. Manda aylansa. Xo'ji to'y qildi, balaliq bo'ldi ya. Balası var. Pırtal kızım ba, 10 aylık bo'ldi. Bu üçüncü to'y qildi rosa. To'y bo'ldi, Paratix yaqini to'y qildi. Mening o'g'lim bor. O'g'li bor, obsa mening bir o'g'lim bor deb. Demek, abay sizleringizga to'y qildi deb hammamiz oila qurdik. Oilamiz nihoyatda baxtlik. Biz eng yaxshi ko'rgan kishilarimiz biz bilan birga. Shunga biz hammadan baxtli emas, biz hammadan boy emas. To'g'ri. Bu yerga men hammadan boy deydigan bir naqsham bor. Bak tushdi ekan. Naqlama. Ha, gerçi tayyorlik qilmagan bo'lsak-mi shu naqsh bir kelpagandik. Nima degan, maqaraman güzel zaman. Yaxshi siyosatlarda biz mana o'yin qo'yapmiz, naqsh aytyapmiz. To'g'ri dedi ya. Xo'ji. Sahnalar bo'lg'achqa, telefon oldidagi necha ming odamni xush qilyapmiz. Haqiqatan bu boy bo'ldik, chunki san'atkorlar degan naqshni aytib bersin deb liq to'shib ketibdi. Sal turib san'atkorlar degan naqshni anglaymiz. Uch cho'lpan birlashib naqsh aytib bersin, chataq yo'q. Xo'ja aytgandek, biz haqiqatan bu intayin boy mana 2020-yil
juqum bo'ldi. Hammamiz uchun afat bo'ldi. Shundaq 2021-yil kelganda mana biz juqumning ustidan g'alaba qildik, namratlikning ustidan g'alaba qildik. Butun dunyoga bahorni chillatdik. Hozirmi bahorda turyapmiz. Albatta biz hozir mana shundaq baxtiyor, boy yashayotganligimizdan har vaqt minnatdormiz. Shunlashqa shu minnatdorligimizni biz intayin boy degan shunaq sharqliq ifodalaylik. Qani Şundaq undaq olsa tordaşlarning yoqtirib bağlashini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Buldu u naqshni cho'qqim aytib berdi, xotirjam bo'linglar, halki ko'rmanlar. San'atkorlar degan naqshni men bek yoqtiraman. Aliyada logon Parat bek kelishganga deydi. Aliyaning logonsi deb tordagi ismi shu do'stimiz Parat bek kelishganga deb biz qo'yibdi. Paratningki fashionsini yaxshi kendamdi? Axir xotin optida ma'g'ujafon deydi. Axir xotin optida ma'g'ujafon deydi. Qachon qishlavdi? Qilib oldi Xo'jaxonning to'y qilganiga. Öylenmesem bolmadı depras. Ahiri toyu boldu deydi. Ma sazni içip bergen bo'lsa olibdi aka. Umaq ballaga deydi sizlarni. Umaq degan bek yaxshi sifat jumu, chunki nimish umaq deydi? Yiqishliq bo'lganliginglar uchun, maringlar issiq bo'lganliginglar uchun, illiq bo'lganliginglar uchun. Semiz demisli mayli. Hozir hammamiz shundan qo'rqaymiz. Mush qo'sqimiz degan ichiga tiqib, mush tuz o'tirib, ila qo'saq go'shlar chiqib qolmasin deb. Semizlik bir zinnatchimi? Unda demayman. Unda bo'lsa boshlamdik. Unda bo'lsa huzuringlarda yana bir qatim men hammadan boy boshlanib ketdi, marhamat bo'lsin. Men hammadan boy, biz hammadan boy, biz hammadan baxtiyor. Baylığım benim, yolumның aqlığı. Baylığım benim, ata anam var, qarindaşlarım, ularның şadlığı. Baylığım benim, menemidin var. Ata anam bana hemmidin bay, ular ben güzel. Menemidin bay, tinim salamet. Menemidin bay, saklığım amen. Kuşluğum ailem, men hemmedin var. Sirdişim, kurduşum, dostlarım hem var. Ulardır hem hanem, men hemmedin var. Men hemmedin var. Ata anam var. Men hemmedin bay, ular hem güzel. Menemidin bay, tinim salamet. Menemidin bay, saklığım amen.
Kan kuni buludu mendek bir bayının balısı Muhabbet mihirini varlığı kılıp buludu vapalık bayının balısı Ata anan var Mehmed'in var Ular hem güzel Mehmed'in var Kinim salamet Mehmed'in var Saklığın amin Mehmed'in var Kinim salamet Alamet. Umaq Açan bilen buraderlerge Çin yürekten salam. Kim yollagandı? Oylap yakınlar 3-4'ümüz sonuydugan. Ha? İlyar emez. Nima? Umaq Açan bilen buraderlerge Çin yürekten salam da pinkas yolladı. Kim o? 4 yılımız sonuydugan. Kurban. Yak. Nigara. Baş kızlar nasıl mı kalayım? David Saman'a peratta. Kız olmagan da. Alımka? Oğul bala. Yak. Bizden küçük adamı bak. Yaş cihati demek için başka hata için kalmalı. Yangın medya. O bizler tabi. Mertqa tala yıldız ikilemikin deptim. Ya umaq açam da beni umaq açam depti sizlerini buraderler depti. Akam da panvaldılar ama. Yangın bu bizden otluk salamla bolsun. Hem tordaşlar. Rahmet salam Rahmet ten saqlıq hamımızga yar bolsun. Haqiqatan bu G'uji etqan naqshdek men Hamidin bay, biz Hamidin bay. Çünkü biz bir baxtiyar zamanda yaşayapmiz. Ulug' ana vatanimizning Xinjiangning hozirgi vaziyatini hasilab qadrlaymiz. Ota-onamiz sog' salomat, o'zimiz sog' salomat. Biz Hamidin bay albatta Kujanlıqlarmı Hamidin bay deb o'ylayman. Çünkü Kujan o'qachilik guruhiga ergashgan hammaylar bay. Biz intayin baxtlik. Rahmat. Isil naqshini angladik. Endi obsamiy etamdamsa? Manga gapdan. Undasa abayni az ağillerim bir qurur. Şoq naqshlarni, kayfiyat ko'taradigan naqshlarni aytdi. G'ujillarga aytib berdi. Endi men bir şoq naqshdan birini aytib baqay. Acaba yaxshi, ha. G'ujidin Shavkat ismli bir 60 yoshdan cho'ngroq 65 yoshlar atrofida 70 ga bo'lishib qolgan bir cho'ng dadimiz bergan ijodiyat usulluq naqshidan kelgina deymiz usulluq naqshamlar ta'riflasa. Kelgina. Ekran oldidagi ko'rman kelgina. Faoliyatimizni ko'rgina. Chavaq chag'ina. İnkas yazgına. Bizde kapiye yüzüp keseme ahirim şair okusuna okşayım şaire. Kelgine. Muzikantlar çağına. Memtimin kamğımı salam. Köyüç şirketin işleri oğuşluk olsun. Deydu. Rahmet. Rahmet sana. Salametlik uzun ömür tilayman sizlarga debdi bizning to'rdoshlarimiz davom gruppasidagi azmatlarimizga. Birini aytib baqa deydi. Keldik ha, diqqatga bo'ladi.
olsan Bostanğa baraymikin Bostanğa baraymikin Kullurum tağa kılıp Yar çiçini taraymikin Yar çiçini taraymikin Kullurum tağa kılıp Yar çiçini taraymikin Yar çiçini taraymikin Kegine köyde gilim Kegine suyda gilim Kegine suyda gilim Kemsen köyde gilim Kegine külde gilim Kemsen köyde gilim Kegine külde gilim Çok çok. Bostanğa bahar gelse Yarçılaydı bağlara Yarçılaydı bağlara Nemiyesin ya bilen Bille ütken çağlara Bille ütken çağlara Nemiyesin ya bilen Bille ütken çağlara Bille ütken çağlara Kegine köyde gilim Kegine suyda gilim Kegine suyda gilim Kemsen köyde gilim Kegine külde gilim Kemsen köyde gilim Kegine külde gilim Çok çok. Kızıl gül minin yarim Soğuyor kurutmaz ben Soğuyor kurutmaz ben Ekilep gülüp koysa Ölsem o unutmaz ben Ölsem o unutmaz ben Ekilep gülüp koysa Ölsem o unutmaz ben Ölsem o unutmaz ben Kegine köyde gilir Kegine suyda gilir Kegine suyda gilir Kemsen köyde gilir Kegine külde gilir Kemsen köyde gilir Kegine külde gilir Kegine suyda gilir Torduşumuzun inkaz rahmat. bo'yicha alamet peyzi ettiniz go yaşap ketding. Buna usulluk naqshlarni mı yaxshi aytdi ekan go deydi. Absamim. Ma Gülşen kız hazır usul qopmusunuz endi asari aytdi qilib o'tirib qolsiz deydi. Çak ne? Bundaq inkaslar mı bor? Sizni o'ynab bermidi demek. Alamet ey alamet. Omdan o'qib berdingiz rahmat. Buna usulluk naqshini mı yaxshi aytdi ekan go absamim bo'lsa. Yaxshi aytdimi? Parat yaxshi aytdi go. Rahmat, rahmat. Parat qandaq baho berdikan absamimning o'rniga usulluk naqshiga. Peçet etti. Küçüdü. Küçüdü. Azırak. Öğrelendi qanday. Başlap geçsek ömüşedi. Azırak qısqa bo'lib qoldi demoqchi-da hocam yani. Asli bir 33 minut atrofida bo'lgan bo'lsa demoqchiman. 2 minut qilib qo'yapti. Asli 3 minut qilgan bo'lsa, mana naqshini. Çatma kıp etvet kisvattı. Ya hala qiypek yo'lga chiqib ketgan vaqtimiz angla qilyapti-da. 2 minutda. O'rilsa ajab yaxshi bo'ldi deb bo'ldim. O'zinglarning bildigan bir hikoyanglar bor-da. Endi bu uchisini men turmushda sanlayman. Endi ekran chiqqan keyin, sahnaga chiqqan keyin ekranlikka ko'rmanlarimizning hurmati uchun shunlashqanda sizlayapman-da. Shunlashqanlikqa ba'zi sizlab o'zimni bir xilab kutdim. Sanlab kunib qilib. Parat bu usulluk naqshini jituydi ha. Jituydi. Usulluk naqshi aytibdi tushdimikin deyman. Qo'saqdan. Lirik aytadilik hozir. Hozirmi? Hozirda. İnkasla yaxshi bo'ladim dedi. İnkaslar shunda yaxshi mana. İnkas deb bo'g'ichlam. Yopir Paratjon, etib baqina otdan bir pada deydi. Shu mush so'rinda biz bo'lgan bo'lsak o'ynab ketar ekanmiz asli deydi. Rahmat yaxshi aytdingiz. Endi
Anam çıraylık degan naqshini aytib bergan bo'lsangiz deydi. Ey, suyumliklar, mau bevos tarqitishga keyin kirib qapsizlar. Baldır kirgan bo'lsanglar aytib beradi. Shunlashqa har qitimliq bevos tarqitishga biz vaqtida kiranglar deb eskartish beramiz emasmi? Bizning her vaqtki, hamma jarayondagi nomerlarimiz shunchalik esil. Rahmat. Farhatqan. Qana xolas. Qana. Naqsh etadigan ishmiki? Naqsh etadigan ishim deya. Omuz nimba bu yerda? Aytayli, ada chataq yo'q. Mashina beramdikan deb qoldingmi? Endi lelik naqsh etamdi qamsa. Kayfatlar yaxshi. Shunchalik yaxshi hozir ekrandagi ko'rmanlarimizning qizg'inligi entan yuqori, chunki men inkas cho'pak tez manganki ustiga surilib ketadi. Men hammani o'qib bilmaydi ekanman. Faradjon ukam deydi. Faradjon ukam aytib baqsangiz deydi. Şu azizlarimizning aytgan tilaklari, madad so'zlari ga rahmat. Undan sonra növbetide men Abdusami Coşkun usul naqshini birini aytib o'tdi. Onun aldida qo'ji bir bizga ilhom madad bergan naqshini aytdi. Turpan shivisiga qilib bering deydi. Annem deb bersam bo'lar ularga. Endi demoqchi bo'lgan mazmunlarni biz Turpan shivisiga baqaylik. Yo, hozir turpanchilikga qatnayman, es qilsingizlar. Turpanchilikga qatnayman. Aşırırak. Ondan sonra növbetide burun bir kino vatdiki. Mengülik muhabbet deydigan. Şu kinoning naqshini ham men o'zlashtirib asta tempida qilib baqqandim, bir aytibmi taqatdim bu naqshini. Şu naqshini shu naqmaydan shu muzikalar orqali bir aytib baqayman hozir qanday bo'ldiki. Acayip yaxshi. Şu mengülik muhabbet demişirki şu naqshamni barcha azizlarimizning huzuriga sunsam. Yoqtirib qolsinlarni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Kim chiqadi mengülik muhabbatda? Raja. Uştama. Aşvariye değil tas kaldım cümleş. Biz to'g'ilmagan hocam. Ben mi to'g'ilmagan bo'g'oydim ma? Bu canni qiynig'ucha kelsang bo'lmamdu o'tingda kuydirgucha so'ysang bo'lmamdu bu canni qiynig'ucha kelsang bo'lmamdu o'tingda kuydirgucha so'ysang bo'lmamdu ayrılmaydı mengü hakiki muhabbet hakiki muhabbet şirin sevgiler acayip tağlar şu güzel bağlar çıkmaz yadımdan biz yürüyen çağlar acayip tağlar şu güzel bağlar çıkmaz yadımdan biz yürüyen çağlar ayrılmaydı mengü hakiki muhabbet hakiki muhabbet şirin sevgiler gitar
pırağın Yürekte yandı dağı çırağın Ayrılmaydı meylü hakiki muhabbet Hakiki muhabbet şirin sevgiler Oh, 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 oh. Rahmat. Rahmat. Sizlarga rahmat chapacaklarga rahmat. Teşekkür. Adamның çankıgan yürekке tegdiğu deydi. Ey rahmat. Ey isil. Köp rahmet sizge. Toğraq yeşide yaşap kettin deydi. Sizmi şunda yaşan rahmat. Rahmat. Üçünglarni qattiq yaxshi ko'rman deydi. Üçünglarni qattiq yaxshi ko'rdik. Rahmat. Rahmat. Isil ufkulurum. Katta etotlar. Bek peyz bo'tdi deydi. Rost bek peyz bo'tdi sizlarga mashta. Bizga mashta. To'yga kelatamdi. Mashta to'ylayotdi. Menmi shunchalik rohat. Biz özümüz yaxshi ko'radigan qarindoshlar bo'lganligimiz uchun, undan boshqa naqshanlarimiz haqiqatan ko'rmanlarimizga, hammamizga yaravotdi. Shuning uchun boshqacha bir xil hissiyotda biz hozir. Shundaq g'uji boshliq. Shunda bugun kayfiyat nihoyat yaxshi. Abay bek jiqdab ketdim. Mijoz yo'q buning. Sen og'ir qoldi. Amroq mashinam bilan tunishqanga hisob jumildim o'sha Ko'jan Go'roy bilan. Pek uzoq bo'lmadi. Shaxsan Samiga uzoq qopdim. Menga bir yilda ko'p qoldi, ya. Bir qetdim shu yeching mazgilda uyda o'tirib, ishxonada o'tirib bir qilib berdik. Uning keyindan bu faoliyatniki bunda cho'ngib ketishini, kishilarga bunda yaxshi nab, bundaq sharoitlarni olib kelishini men o'ylab baxmabdi ekanman. Buni Nurg'ulg'on Cho'lpon ustozlarning, kasbdoshlarning orasida rasmimizni ko'rib, o'zimizmi xo'shal bo'lib, nihoyat xo'shallik ilkida qatnashdik. Shunga bugungi faoliyat nihoyatda xo'shallik ichida bo'layotdi deb o'ylayman o'zimcha. O'zimiz ko'nglimizdan rozi bo'lib, qilgan ish yana o'xshamaydi-da, xo'shallik bilan qilish. Boya tug'ilgan kun o'tkazdik, Hasanjon apandim, siz ko'may qildingiz-da bishida. Biz boshda ko'rdingizmi ya? Biz degan bir şeyda tug'ilgan kun naqshini aytib, Ko'jan Go'royning tug'ilgan kunini o'tkazdik 6 yillik. Boshlangan vaqtida davom gruppasidagi azmatlar degan tug'ilgan kun naqshini shunda yaxshi aytib berdim. Onun aldığında 2 gün aldı öydikliğinden tug'ilgan kun deb aytmagan, u naqshini biz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb aytdi. Rost aytdi, ha. Sal turib el qaytirmasini ko'raylik, ha. G'o'ji, mushu davom gruppasining boshlig'i kim o? Deymi? Ha. Pek yaxshi ko'rdim. Mishirni kesib olib to'g'ri taqdim etami? Ha, mishirni kesib. Davom gruppasining boshlig'i. Davom gruppamizda boshliq yo'q. Hammamiz bir-birimizning gapini anglaymiz. Lekin biz davom studiyasi deb bu yaqinda bir anga oldirib rasmiy shirkat qilib qurdik. Lekin cho'ng-cho'ng ishlarni qilmaymiz. Bizning maqsadimiz faqat muzika ishlash, muzika unumlash, ijodiyat qilish. Shundaq ishxonasidan birini qildik. Mush ishlar cho'ng ish emas. Qog'ini hamda bizning shu kuychidagi Mamtimin cho'ng'am bizga yetakchilik qilib, ko'z sirg'a yo'lni ko'rsatsa, men xalq olam oldi devoldim. Kim Mamtimin ham gapimizni anglamay qolsa, Ko'jan Go'roy yasan japandan. Bu kechilikdan bir nurlashtirsangiz, mushadli yordam qilmadi deb devolamiz. Uningki farin simavu. Farhod G'ani. Qonuniy vakili. Qonuniy vakili. Nimish qaratni qildinglar qonuniy vakiliga? Tez savolda birini so'radim. Qandaq? Abdusami ishimizning asosiy vazifasi ijodiyat qilish. Rahbarlik qatlamidagi ishlarga Farhodningki asosiy vazifasi biz birlikda qilingan ijodiyatlarni akkordlashtirish. Unda bo'lganki Farhodningki u yerdagi bizga qaraganda qildigan xizmati bir qadar ko'proq. Ya'ni keyin ishxonada o'tiradigan vaqti bizda qisqa emas, bizdan bir qadar uzunroq. Ya'ni keyin men boshliq bo'lsam bo'ladi, Farhod boshliq bo'lsin bo'ldi, Sami boshliq. Lekin biz o'zimizning o'tirsak boshliq saylovlashni toza to'g'ri ko'rdik. Hamma haqida men boshliq bo'lib olsam, men tillab
Boshqurut nima foydasi? Shunday emasmi? Shuni boshliq qilmaylik. Bir-birimizning gapini anglaylik, o'rtaq tirishaylik, birlikda mangli deb 5-oyninki araliqlarda rasmiy boshlaymiz. Vaqting bo'lsa chaqiramiz hammanglarni. Barimiz qatnashimizmi? Ha, albatta. Bek kan ko'lamlik fabrika tamoq yeyish shakldichu. Chuqur bir oshkorlashimiz kerak, e'lon qilishimiz kerak. Kujangori agar mush faoliyatni, Kujangori mush faoliyatni bosh bo'lib uyushtirib, ham yaxshi bo'ldi-da. Albatta shunday bo'ldi. Chunki xo'shallik ishni Kecha to'londas. Nimdab davom deb ism qo'yib oldinglar, davom gruppasi deb. Biz davom etkichi. Men abay deb ketdim, men jiqiyaladi deyman. Voy siz unda yaxshi ijodiyatchi, siz degan bunda yaxshi naqshchi, voy mundaq deganda meni maqtamanglar, uchib ketmay, menma odam, uchib ketishim mumkin. Bizning shuarimiz qandaqdi? Men oqlaraqqa urilgan chekit emas. Nurg'ulgan hikoyasi va odamlar bor. Bu san'at sohasida roman yozib etgan odamlar bor, lekin biz uchimiz oq-qoraq urilgan chekit emas. Biz davomli tirish bosqichida biz davom etmasak bo'lmaydi deb mushuning ismini davom deb oldik. Bu ismini qo'yib olganga bizga 5 yildek bo'ldi. Lekin markani olganga 50 kun bo'lmadi. Nima bo'lsin, markani opsizlarga muborak bo'lsin, yangi natijalarga, yangi markanlarga, yangi shirkatlarga, yangi studiyalarga muborak bo'lsin. Ayrim tabriklaymiz. Albatta, bugun bir quruqlam tabriklab qoldim, lekin ko'nglimda bor yana bir qitimliq shu axborot e'lon qilish faoliyatimizda katta tarbiyalayman. Tabriklayman. Ham tarbiyalayman, ham tabriklayman. Chiqib qanday bo'lsa, biz hammamiz sizlar uchun tayyor. İşlerinler texmurunaq tapsın, özünler oylagan barcha arzu armanlar amalga oshsin. Bek yaxshi ish bo'libdi. Rahmat. Siz menga shunday go'zal turing. Rahmat. Davom gruppasi faqatlan bir bayaslar degandek muzik ishlash, muzik akkordlashtirish, ya'ni ham bu san'at bilan munosabatli ishlarni qildiganlar bir guruh emas. Belki davam gruppasining yana bir atılışı nimadan derak berdi deganda inoqlikdan derak berdi, ittifoqlikdan derak berdi, mehr muhabbatdan derak berdi, bir kuchdan derak berdi. Shunlashqa mushu inoqliqinglarni, ittifoqliqinglarni, hamkorlik ro'yinglarni adoqcha davomlashtirgan bo'lsanglar, biz sizlardan mangu mana mushtaq suyunib o'tgan bo'lsak, Endi men azroq gap qistirib qo'ygim kelib edi. Nima gap degan chog'si bu marka to'g'riliq yoki gap to'g'riliq. Bizning asosli maqsadimiz biz azaldan shu sohaga yangi kirgan chog'dimi do'stlik. Bundan keyinmi do'st bo'lamiz. Albatta, shu sohaga yangi kirib yoki bir mazgil naqsh aytib, bir mazgildan keyin bu sohani to'xtatib qo'yganlarmi bor. Bizga endi hisobda shu davom gruppasi degan shu ism bizga bir madad ulgu bo'lib, o'zimizdagi bu san'at hayotini ham davomlashtirish uchun, do'stligimizni davomlashtirish uchun, buningdagi kasbiy hayotimizdagi utuqlarimizni bir yerga yig'ish uchun shu davom gruppasi degan markani ekaldik. Yaraysizlar. Hammamiz sizlardan suyunyapmiz, faxrlanyapmiz. Mana qo'linglarni ching tutishib, bizga do'stlikning nimaligini ko'rsatib qo'yinglar. Jumu bulamda hamkorlikning nimaligini ko'rsatib qo'yinglar, ijodiyatning nimaligini ko'rsatib qo'yinglar, naqshning nimaligini ko'rsatib qo'yinglar. Bulamda unda bo'lsa, keyingi naqshning qandaligini kim ko'rsatib qo'ydi? G'o'ji ko'rsatib. G'o'ji ko'rsatib baqsina. Unda ko'z. Unda qilmay. Unda qilmay. Biz davom Avam dedik shundaymi? Uchimiz bir aytmamdik. Qanday? Uchimiz bir aytaylik. San'atkorlar degan naqshimiz bir aytib baqaylik. Abay shu talab chiqardi yarasa. Abayni yog'i uni yozdi. Barakallah, yaraysizlar, sizlarga mangu nima yor bo'lsin, manguning keyingi yorini unutib qolibdi, nima yor bo'lganligini. Mangu yor bo'lsin, lekin go'zal tilak ekanligiga ishondik. Davom guruhlarga omad tilayman, yigitlar, sizlar anqaltiz. Bu üç akımızı pek yaxşı görmə. Bəklə amıraq mən bularının naqsığa. Ravabdan avazını içittin aka. Rahmet. Bugünkü faaliyyətimiz həqiqətən bək yaxşı tamamlaşdı. Ravabdan avazını içiversiniz. İsil.
Ondasa barcha azizlarimiz uchun Davam gruppasining barcha san'atkorlarga atab aytgan naqshlardan san'atkorlar temsilki shu naqshimizni barcha azizlarimizdan huzurga sunsak yoqtirib olgaysizlar. Rahmat. Kuyuvatkan yürekler Yürekde tümen arzu tilekler Bunlar bizge aziz hem de gerekler Sanatkarlar azizsiler azizler Bunlar bizge aziz hem de gerekler Sanatkarlar azizsiler azizler Sanatkarlar, sanatkarlar Güzel hayat bu şanlıkta Medetkarlar, sanatkarlar, sanatkarlar Güzel hayat bu şanlıkta Medetkarlar Sanatkarlar azizler azizler Muhabbetni, inaklıkni kuydigenler Sanatkarlar azizler azizler Varlığını yatıgan Sanatkarlar azizler azizler Sanat üçün varlığını atıgan Sanatkarlar azizler azizler Sanatkarlar, sanatkarlar Güzel hayat kuşanlıkla medetkarlar Sanatkarlar, sanatkarlar Güzel hayat kuşanlıkla medetkarlar Güzel hayat medetkarlar Sanatkarlar, sanatkarlar Rahmat. Isil. Rahmat. Mana.
Muşundaq isil əsərlər arqılıq, isil naqş arqılıq, isil küy arqılıq sənətkarlarımızға minnətdarlıq bildiriş ən yaxşı şəkildə deb qaldım. Ən yüksək mehr muhabbətgən, ən yüksək dərəcədəki hörmətgən deb. Rəhmət. Mən pek yoxdurub anlayman bu naqşını cumuş qıb. Anlığan vaxtımda bir xil ayacanlanıb getmən. Çünki mən bir sənətkar buluş sübütüm bilən ayacanlandığan oxşayman deb oyladım. Onun başqa bayağı naqş etotizlər üçünlər qırıb öz vaxtını muşlar bu kiçik deyib. Hazır bana çoğ bulub. Çok. Bizden bir səhnədə turub naqş etotizlər deyibmi? Mən bilən dəpə. Yox, o vaxtımı biz bir səhnədə görmələr üçün xizmət qıladıq da. Çoğ boldu mana, toy qıldı, balılıq boldu. Vaxtı acab tez ötüdükən. Mən mi xılı birəyə berib qapdım mən də şunu ondan da. Ez qıldım, lekin sizlərinin nəticələrdən hər vaxt süynüb, yəni o çoğ boğatqanlığımını mı unutub getirikən mən. Barakallah, rəhmət sizlərə, abrin etmə, mana çapa çəkdinlər bizdən öydükə həmmimiz sizlərinin muşun axşanlarını bək yaxdırıb anlayımız deydi. Rəhmət, çapa çəkdinlər, arımağa islər, nim deyən isiləy, yaşab getdinlər, jigitlər deydi. Rəhmət. Mümkün bolsa, Turpan xalq naqşısının birini etib bəlsun deydi. Hazır həm də üçünlər bir qitimli naqş etidən fürsət qaldı şundaqmı? Aşındaqa? Bir taldılı etpəsək bu vaxt birəyə var həmkə deyəm, biz də yapasız keçik etmə. Etiyverimiz də. Çünki muzikantlarımız təyya, qaysı naqşın desək, hayt desək, uyt təpli peyda bulalaydı bizdən ən qaltıs muzikantlarımız. Əmisi qaysanlardan rəhmət, bağrım, adaşlarım. Avazınlar dətbəmisin, mən məngü sizlərini qollayman. Dostunla, Nur Abdullah'ma. Rəhmət. Rəhmət. Turpan naqşdan etib əlsən buldu, həm də biz muzikatlarla o naqşını kəmməbdikçü. Şu an bir fürsət, ayrım bir fürsətli bo'lib qolganda, shu vaqtda men Turpan xalq naqshini aytib bergan men edim deb qolsa, shu vaqtda men aytib bersam bo'ladimi? Bo'ldi, chataq yo'q, yana bir qitimliq bevosita tarqitishimizda. Unda bo'lsa uchunlar to'g'ri tushuninglar. Qaysinglar aytsizlar boshda? Farhatma endi, Farhatjon. Parachaysi. Aytayvermiz, unda men aytay. Muşunda bir-birimizga ada shunda chiroyli yo'l qo'yibmiz biz. Şuna oturmazda öyle artık detalaş. Doğru. Ya, naqştalaşmayımız. Hazır men növtedem şu Semi ağinemdeki özüge tayarlagan. Arlıqta men bakayım da bir ağız gapni bilmey dep qo'yganligim uchun menga berib etgan bir naqsini aytpamoqchi. Sözünü bizning Qashqar diyaridan İlyar Mufarram deb bir shoir bola yozgan. Muzikasini Abdusami do'stim qilgan. Şunu men avazım kemmizimi aytib oldim bu naqshini. Şu naqshini aytib berman, bizning muzikat akıllarımız, do'st birodarlarimiz menga tankash qiladi. Hamda mayli yaxshi bo'lsin, bo'lmasin to'rdoshlar. Bugun mening qattiq mijozim yo'qdi. Lekin ichilib ketdi. Lekin hamda men qo'shilib, mayli o'zimning qo'ldan kes qanchalik xizmat qila olsam berib qilib olay. Bugun rejit qo'ysam yana bir qatim chuqum ko'ngil olaman. Nemish qarsangiz o'zimga bo'lgan ishonchim pek yuqori. Shu sabab bilan keldim. Yani desek yani şu sizge rahmet, Kocan Guroy'a rahmet, işleringlar oңushliq bo'lsin. Hem shundaqla barcha naqshchilarning, muzikantlarning, san'atkorlarning ishlari oңushliq bo'lsin, chiroyli Gulshan adamning ishlari oңushliq bo'lsin, to'rdoshlarning shu. Rahmat. Tarımni ichib biramsiz aka. Haqiqatan bu dunyoda uni güzel, bunu güzel deymiz. En güzel narsa to'g'ri tushunish. En güzel narsa o'zaro yo'l qo'yish. Unda qolsa Pəsil almışdıq ha vaxt. İxtiyarınız deydiğin naqşanı aytib berey. Əmələ zükam. Qaysi naqşa? İxtiyarınız. İxtiyarınız. Bu ufkam azraq zükam bo'lib qapti. Shundaqdimi bək jushqun, ko'tarangi ro'yingizdan bakmi ta'sirlandim. Rahmat. Ovozingizga dadbamisun. Men Xotandan Odiljon deydim. Rahmat, mana güzel tilaklarni tilagan barcha to'rdoshlar, rahmat sizlarga.
deysiz bulup qalsam sizning yarimiz Meni maftun qildi qizchaq gul chiroyimiz Qandoq deysiz bulup qalsam sizning yarimiz Sizga kuyib men ko'nglimni qildim g'uzar Ishqimizda mejnun bo'lsam yo'qmi karimiz Sizga kuyib men ko'nglimni qildim g'uzar Ishqimizda mejnun bo'lsam yo'qmi karimiz Qandoq deysiz bulup qalsam sizning yarimiz Ishqimizda mejnun bo'lsam yo'qmi karimiz Qandoq deysiz bulup qalsam sizning yarimiz Ishqimizda mejnun bo'lsam yo'qmi karimiz Murat aka Saxtın aşklarga dava tepilmez Bana dava bulalaydı sizden darimiz Elmi saxtın aşklarga dava tepilmez Bana dava bulalaydı sizden darimiz Sizge köyüp kaldım kızcak kanda kilimen Söydirem siz köydireniz ihtiyarınız Sizge köyüp kaldım kızcak kanda kilimen Öldüremsiz köydiremsiz ihtiyarınız Qandaq deysiz bulup qalsam sizning yariniz Ishqimizda mejnun bo'lsam yo'qmi kariniz Qandaq deysiz bulup qalsam sizning yariniz Ishqimizda mejnun bo'lsam yo'qmi kariniz Belkim kızcaksızmı bana köyüp kalarsız Köylürümden çekilgende yürek tanimiz Bunda kılmay sözlerimni uylunup görüm Bulay değmem ben misizdir yürek bariniz Bunda kılmay sözlerimni uylunup görüm Bulay değmem ben misizdir yürek bariniz Qandaq deysiz bulup qalsam sizning yariniz Ishqimizda mejnun bo'lsam yo'qmi kariniz Qandaq deysiz bulup qalsam sizning yariniz Ishqimizda mejnun bo'lsam yo'qmi kariniz Ishqimizda mejnun bo'lsam yo'qmi kariniz Rahmat Acaba çıraylık nakşkına bu mu? İhtiyarınız. Ben bu cimmet kurbanının nakşlarına bekle amrak. Avazınızı detkemisin. İsil, toğrak işi de yaşayıp ketenler deydi. Ayıkber 120'den sizlerge salam deydi. Yok. Yuvarla mı ki? İsil. Rahmet. Çıraylık nakşanlardan bekme huzurlandık. Rahmet sizlerge. Salamlar qabul. Salamet bulunlar. Davam studiyasının bundan keyinki işlerine futuq dileymen. Ağiniler ben polochi Ferhat deydim. Ben polochi Ferhat deydim. Bilidu deydim ben. Polochi Ferhatcan desem bilidu deydi sizlerine. Polochi? Bildim. Hazır bir umaq doğruduşumuz ve umaq meni şemsiyede yakışmı deydi. Sizge mi? Biz künüp kettik gençü çünkü şemsiyeni göz Gülşen'deydi. Gülşen'in gözü şemsiyedeydi. Mayran'ın gözü Nazgül'deydi. Aşlaqçın sınırımız almaş durup koyduğun. Hiç kısı yok lekin ben Gülşen Mehmet dursun. Şemsiyege salmalan yollap koyman. Armağa isler çolpallar bek yakşı ettinler. Rahmet sizlerge, rahmet. Hakikaten bu. Keyfiyatımız bek yakşı ya. Keyfiyat nayet kızgın bu atıda. Nasıl? Ferhatcan yaravatkan mıdı? Nima? Keyfiyat yaravatkan mı deyim? Ben emedin şaşı oturaptım ondan hazır. Rahmet. Ferhatcan şu davam studiyasideki, davam grubusideki
Abdüsəminin qaysı tərəfini ən yaxşı görürsüz? Ən yaxdırırsınız? Qocanın qaysı tərəfini ən yaxdırırsınız? Yox. Sən? Rəhmət etməkçimə? Sizə mi rəhmət? Sizlərə mi rəhmət? Təşəkkür. Sizlərə mi rəhmət? Rəhmət. Oy. Rəhmət. Ay mikrofonu berəyli, mikrofondan birini qoca apırıb berəxtam. Ha. Aparatını əkeldinlərmə valla. Ha. Buraya. Nimdə başlayayım? Ay şu aparatqa. Qani. Şirkət rəhmət. Aşağı aparatqa qarab. Aşı aparatqa. Aparatqıcı. Hadi. Bizden bu şunak meydandaki bir mehminimiz, qerindişimiz, hayacanlı hazır özünün minnettarlığını ifadələməkçiyə tuyuqsuzda болып qalğanlıq üçün biz bu qanqarab qaldıq, lekin minnettarlıqdan suyunduk. Rəhmət sizге, rəhmət. Qani. Bək rəhmət. Ama şu Esencan Kasım efendim baş şirket faaliyet uğurlaştırğanlığı bək hoş buldum. Ben bək hoş buldum. Esencan Kasım'nınki maşincilik faaliyet uğurlaştırıldığın köpçülük bək rəhmət. Maş faaliyet qatnışıb sizler bizge şu fırsatını yaratıp verdinler. Bizim 10 yıl oldu Ürümçi kəgili bir akşam bir faaliyetlerle qatnışıb bulanmağan rastga qısam. Әмді мәш палиятта қатнышып алдық, біз мысләні көдік, 100 тұраны көген әргіз етмейді ке, дейші тұғы жақ көген сіләні. 100 тұраны көген етмейді ке, бәк рахмет сіләге. Ені кіліміз тішлік болса. Rəhmət, sizgim rəhmət, salamət bulun. Bu qeyrindişimizdən mikrofonu sel jirak tutqanlıq üçün avazınız yaxşı çıxmay qalğan oxşaydı. Bugünkü fəaliyyətini uyuşturğan Kocan Oqaçilik Qoroyğa minnətdarlığımı bildirdi. Əsəncan əpəndimə minnətdarlığımı bildirdi. Səhnədəki davam qrupusidəki əzmətlərə, şundaqla bizdən muzikantlarımızğa minnətdarlığını bildirdi. Çünki müşdən naq meydanda turub bu çolpanlarımızı görüş həqiqətən bu biz üçün bir bəxtkən, bir tələykən də bizdən xidmətimizin razı bolğanlığını bildirdi. Rəhmət sizə. Həqiqətən sizlərdən buna bu yürək sözlərinizlə biz üçün ən yaxşı dora. Ras biz şu doğrular bilan keyfiyyatımız texmi şaşlaşıp ketidi, rəhmət. Şaşlaşıp ketidi. Parat. Davam qrupusidəki Paratdan başqa Qoca bilan Abdüsəminin qaysı tərəflərini ən yaxdırırsınız? Qaysı tərəf? Ya onu mən demədim. Bu ağalarımın həmət tərəfini yaxşı görmemdi. Qanda ifadələsəm bular, bu Abdüsəmi ağayla məmdi. Sən eğri bir sıqıraq. Təmkin, özün tutuğan. Salafətlik, özün tutuğan. Bunun bu pəziltini yaxşı görmə. Micazini şunaq mı? Keyindən bu ağayla məmdi. Yaxşı görməydiğən tərəflərim yox. Həmi tərəfini yaxdırma. Ayrım deyişdə yazıqlı. Yaxşı görmə əsasən. Hoca ağayla məsən nəhayət quşçaqçaq. Nəyə bəs çıxışıb getidiğən. Özünün içi bağrını töküyüdüğən hem de quşçaqçaq ağaynam. Həmmimiz tuluqlab mağımız dedik qoy bay hem de. Aşında tuluqlışımız. Doğru. Şunların içinde kim ən mihmandoz? Kim ən pulucu xəşləydi? Kim mihman qıldı? Raskəb qıldı. Tünügen peylen sunu kim aldı? Yani. Oxşaş. Pul əmədəndə bax əmdə. Vaxt saatdə növt kəgəndə əmimiz bilib qılışımızda. Mən desən tügeydi o əmmi. Yəni xıcılbab mən deyişdin əm desəl numus qılıydım da əmdə bunu xıcılbab deyəm. Əmimiz öz növtdə də xəşləyimiz. Bizi xəli oldu şirkətlə meyman qovadı. Özümüz mehman qılmaqlı uzun boldu da qoyun. Əmdə bu faqat bir keyfiyyətini götürdüğün suallar o. Əlbəttə üçüyünlər bir-birinlərinin artıqçılığını görüb yetkənliklərdən, şundaqla bir-birinlərinin nəticələrdən bir bəxət, huzur his qıldığan boğanlıqlar üçün bir yəkəldinlərdə. Şunun üçün biz özümüzün nəticəsini görüşünü bir bəxt deyə oylasaq, başqalarının
işlerin neticesini görüşünü bir huzur dep oylayımız. Sizler nakmana muşun nuktunu düşünüp ketkenler. Onun başka paratmı belki kiçik birler kemter her kandak vakitte başkalarının artıkçılığını görüşke bek mayır. Özünü demeydi, özünü demey başkalarını maqtashni shunchalik yaxshi ko'rdi va yay qarab turing maqtayotgan vaqtda lekin endi bir odamning taqdirini belgilaydigini iqtidoridan boshqa yana mijoz xarakteri bo'ldi ekan-chu shundaqmi endi shu mijoz xarakterimiz bilan bir o'rinda qanchalik vaqt tura olishimizni belgilab qo'ydik ekanmiz. Bir o'ringa chiqish oson bo'lgan bilan lekin shu o'rinda uzun vaqt tura olmadik, tura olmadik. Bu bizningki iqtidorimizga emas, balki mijoz xarakterimizga, odimiyligimizga, axloqimizga, fazilatimizga bog'liq bo'lib qoldi ekan. Sizlarning shu isil odimiyliginglarga, axloqinglarga, fazilatinglarga ko'z tegmasin. Unda bo'lsa endi naqshini qaysingizlar? Endi navbat bo'yicha shu. E'lon qilay. Bo'ji e'lon qilsin bizning. Abay Gulshandan deb ketdi. Do'stliqinglarga ko'z tegmasin. Gruppanglarga ko'z tegmasin. Nayt yaxshi menga vatibsizlar, shundan menglar dedi. Bizning urushib qolmasligimiz uchun, talashib qolmasligimiz uchun Parat do'stimning urushmayli degan bir naqsi bor. Talashmayli degan bir naqsi bor. Shuni aytib bersin. Yaxshi deyildi. Undan olsa. Yaxshi deylik. Kayfiyatlar nayt qizg'in bo'ladi. Gulshada siz buni aytdim amdan katta gaplar qilib berdingiz. Sizga rahmat, Ayla. Sizlarga rahmat. Ayla. Kojan Gurayxum rahmat. Kujan. Kujan. Va qaytdi. Va. Kojan Gurayxum rahmat. Kojan Gurayxumning taklifi bilan biz sekunda o'zimizni aytdi. Xo'shal yesqotimiz. Davomli ishlaringlar ilgari bo'lsin. Növətdə şu Qocumat Qurban sözüge özüm işləyən axanlıdan icadiyyətlərimizdən yaxşı ötəyli temsidik ki şu naqşını barca azlarımızdan görürmənlərinin huzuruna sunsaq. Mərhəmət. Yaxşı ötəyli, ya. Hay! Sana köyüney asan eməz birgə yaşıma yaxşı təyli seni qədirləy Midaşmaylı, ayrılmaylı, vuruşmaylı, dalaşmaylı Sırdeşaylı, muğdeşaylı, birgə yaşaylı Midaşmaylı, ayrılmaylı, vuruşmaylı, dalaşmaylı Sırdeşaylı, muğdeşaylı, birgə yaşaylı Sen bəxtimdə tartığı yaxşı ötəyli Sen gözümdə qarçığı girəkəməz sartığı Sen bəxtimdə tartığı yaxşı ötəyli Midaşmaylı, ayrılmaylı, uruşmaylı, dalaşmaylı Sırdeşaylı, muğdeşaylı, birgə yaşaylı Midaşmaylı, ayrılmaylı, uruşmaylı, dalaşmaylı Sırdeşaylı, muğdeşaylı, yaxşı ötəyli Xoşluğum, amrığım, yaxşı ötəyli Sen meninki baharım, tündə hilalım Dil xoşluğum, amrığım, yaxşı ötəyli Midaşmaylı, ayrılmaylı,
Uruşmaylik, talaşmaylik, sırgışaylik, muğdışaylik, birge yaşaylik. Eydaşmaylik, ayrılmaylik, uruşmaylik, talaşmaylik, sırgışaylik, muğdışaylik, yaşıtaylik. Rahmet. Rahmet. Dostlar, qiydaşmaylı, uruşmaylı, soquşmaylı, şundaqla arayallamı, uruşmanglar, qiydaşmanglar, soquşmanglar, inaq iştibaq etonglar. Davam grupsuning iştibaqliqiga yana bir qitim ko'zdaymisun. Rahmet. Bugun acaba bir suyumlik bir ko'rinishlar bo'ldi ya. Bugün əmliqi davam qrupsi haqida mən tıq bunchalik jiq to'xtalamiz deb o'ylamagandim. Har biringlarning ijodiyat natijalarni, undan boshqa naqsh o'rlash alaydiganlar haqida jiqroq mung tushib qolamiz deb o'ylab ekanman. Lekin ma davam grupsining xosiyati bilan paranglarimizda o'zgarish bo'ldi, lekin bak mo'l-usulliq bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu faqat bir davam grupsining men dedim-ku qurilishi bir san'at ishlariga, san'at ishlarining taraqqiyotiga bir qo'shinning jiqayganligidan ham derak bermaydi. Eng muhimi inoqlikdan derak berdi-chu. Shuning uchun biz bakrak targ'ib qilganimiz shu. Shundaq-ku Absami. Ha, nima degan chiroyli naqsha bu deydi. Nima? Rahmet. Baya Parat etgan naqshini-chu. Peyz do'g'on naqsha. Er ayollarga mas keldi, do'stlarga mas keldi. Urug' tuqqanlarga mas keldi. Savoqdashlarga Gruplarga, idoralarga hammaga mas keldi. To'g'ri. Ondan keyin bir necha naqsh tizimligi tushdi. Ro'shangul deb bir naqshning tizimligi tushdi. Unut meni deb bir naqshning tizimligi tushdi. Kimdi unut meni degan? Unut meni degan qaysi o'qiydi? Unutdim. Üçeylenning naqsidi. Tang aytganma? Unda bo'lsa, Absami aytib bo'lgandiki, uchinglarning tayyorligi bormi shu naqshga? Shu naqsh bilan oyoqlashtirsak qanday deysizlar? Agar tayyorliginglar bo'lmasa, keyin qaytimliq bevosita tarqitishda esaqmi bo'ladi? 2 kunlik paylayan vaqtimizda misal vaqtni o'rlashtirib qolmay qoldik. Unutilmoqchi tayyorlik. Qag'inni yana bir qatim bilan tugmaydi. To'g'ri, yana bir qatim qo'yaylik. Budoq nadir naqshlarimizni budoq sanda aytib qo'yaylik. Bo'ldi. Isil barakallah, naqsh yurak tegdi, naqshlaringlar bak isil deydi. Unda men aslida shu programmaning shu jubona oxir bir sho'x kayfiyat bilan paratga yutib beramki desam, baldir tugdi oldi. Ammo men mush munosabat bilan yana eng oxirida mening mush cho'k kessin. Mush do'stlarimizninki bundan burun yaxshi ko'rgan naqshlarimizni Shamol deymizki, naqshimizni huzuringizga taqdim etsak, barcha azizlarimizninki yoqtirib anglashni uchun ko'nglimizda umid qilamiz. Tayyorlik. Shamol. Eshaq bo'lamdiki? Shamol. Ma inkasal keyin keldi emasmi? Javob nechida? Unutdim degan naqshni kila qitimliq bevosita tarqitish faoliyatida aytib bergan bo'ldi. Ba'di-ya, uchaylan. 7 yilligida. 7 yilligida.
şamal, ey şamal, ey şamal, ey şamal, ey şamal, ey şamal. Ey şamal derdin neylikke, bir vapa bilmesin halimne. Ümidimiz öldü buldu biz, anlatmayatlar kızlarımne. Ey şamal derdin neylikke, bir vapa bilmesin halimne. Ümidimiz öldü buldu biz, anlatmayatlar kızlarımne. Ey şamal derdin neyliken, vapasız şu yarım yılsın. Kadın rusluğan şu güne, süygümge hain yığılsın. Kadın rusluğan şu güne, süygümge hain yığılsın. Ey şamal, şamal, ey şamal, ey şamal, ey şamal, ey şamal, Rahmet. Nemdiyen çıraylık nakşa bu, çıraylık moğ, çıraylık tekiz, kilişken uğurluğu için. İnkas rayonumuzda şu şamal boran bilen münasebetlik mezmula salcıqlap kaldı diye. Boran yok mu dep çaqçaq qıldı. Bugün hava sal özgertken diye. Boranda bu naqsı ba? Boranda pama? Buran mı batı hem de? Ras pama? Buranını 7 yıllık koyla. Ay şu ras mı çaqçaq mı pama? Baba. Ay şunlaşqı talep qıptı da men yemişqim. Buran diye ikinci kısmı. Buran şamal ilip gitolmagan dadlarimni ilip ket dedi ayollar hadi. Isil. Hava özgürüp kaldı ya demişmi? Hammaylar zukanda kaldık şu an Buran tegmey tursa hazır şey. Bugün atsal soğuk bulgan şolaş ekranlardagi ko'rmanlarimizga qilinroq kiyinishinglarni, shundaqla zukamdab qolmasliginglarni, og'rib qolmasliginglarni samimiy eskartimiz mana bu shu naqsha orqali. Xotan'da boran çıktı, Qashqarda boran çıktı deydi. Ko'rildimi hozir boran chiqatdi, qag'iliqdimi shundaq dahshat boran chiqatdi. Lekin Kujang Oqachilik Goroyi uyushtirgan bugungi Cho'lpala sadasi naq maydon bevos tarqitish faoliyatimiz sizlarga illiqlik ato qilyapti. Shundaqku boya bizning to'rdoshlarimiz unutmadimmi? Unutdim. Unuttum degan naqshni pek talab qilgandi, lekin bu naqshni ikki qitimliq faoliyatimizga naq maydon bevos tarqitishimizga olib qo'yayli deb. Hozir kelaksanni yana naqsh tushibdi. Unutdim. Boran. To'g'ri, Yana nima batdi? Roshangul. Turpanning naqsi. Bo'ldi-ku mana. Bu pishdi ham bir sal. Ekrandagi ko'rmanlarimiz mana mushundaq yoqib turadigan naqshlaringlarni qoldirib qo'ysanglar, keyin qitimliq bevos tarqitishimizda davom gruppasidagi azmatlar sizlar uchun yana xizmat qiladi. Aytilmagan naqshlar bilan. Bugun aslida boya degan naqsh bilan oyoqlashtirsak pek yaxshi deb o'ylagandim bizningki mushu san'at nomerlarimizni. Bizning keyinroq kirib qolgan to'rdoshlarimiz san'atkorlar degan naqshni pek talab qildi. Haqiqatan men mushu naqshni boya dedim, eng yoqtirib anglayman. Menlar emas ekran oldidagi barcha ko'rmanlarimiz bu naqshga
acayip bir xil mehr muhabbeti var. Bu naqsh orqali biz her millat san'atkor qarindoshlarımızga mehr muhabbetimizni, minnatdorligimizni bildirdik shundoq qo'p. Mana mushundaq isil naqshlar, isil kuylar, isil ijodiyatlar uzilib qolmasin. Undaq bo'lsa mushu san'atkor ustozlarimizga, her millat san'at kasbida kirishayotgan yaxshilarga bir hürmetimizni bildirish yuzidan mushu naqsh bilan san'at numurlarimizni oxirlashtirsak degan umidda. Unda bo'lsa san'atkorlar degan bu naqshini aytishdan burun har biringlar bir ikki jumladan pek uzrab ketmaydi. Bir ikki jumladan yurak so'zinglarni bayon aylaysizlar. Undan keyin naqsh o'rinlaymiz. Tamam. Bo'ldi. Uchidan boshlaylik. Ha, to'g'ri. Yana bir qaytlab aytaman. To'g'ri. Ha. Xo'ji. Eng oldi bilan mayli hozir shu naq maydon taqishni ko'rayotgan bizdan cho'ng ustoz san'atkorlar bo'lsin va yoki biz bilan mush kasb qilayotgan qurdoshlar bo'lsin, bizdan kichiklar bo'lsin, hammasiga shu Ko'jan Guroyiningki bugungi naq maydon taqish faoliyatidan o'tliq salomni yo'llayman. Mushu sahnada turib ashlarga salom yo'llaganimdan to'liq xursand bo'ldim. Hammamiz taqtirishli, cho'nglarimizning tini salomat, ishlar o'ngishli bo'lsin. Biz davomli kelib turamiz. Rahmat. Mening ishqiga so'zim bo'lsa, bizga aytgandan yoqi. Abayim bir deb o'tib ketdim. Bizga nihoyatda chiroyli guldastlarni, nihoyatda yaxshi madad gap so'zlarni ayamay bizga to'xtamasdan madad bergan barcha azizlarimizga chunki onda rahmatimni bildiraman. Tip ketdi bu. Biz sizlarni bek yaxshi ko'ramiz. Bizni yaxshi ko'rganlarni biz intayin sizlardan oshirib yaxshi ko'ramiz. Rahmat. To'g'ri. Rahmat. Shu eng oxirgi naqshimiz orqali, ya'ni san'atkorlar temizki naqshimiz orqali, ya'ni barcha san'atkorlarimizga, kasbdoshlarimizga o'zimizningki yaxshi tilaklarimizni tilaymiz. Shundaqla yana men eng aziz, eng chiroyli mehribon ota-onalarimizga har qachon mehribonligimizni yetkazishimizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Onda olsa san'atkorlar temizki naqshimiz bilan aqlashtiramdik. To'g'ri. Ayla. O'tirib aytamiz. Isil yigitlar, tirishinglar. Deydi to'rdoshlar. Biz sizlarni mangu qo'llaymiz. Mushu san'atkorlar degan naqsha o'rinlangan vaqtda bizning inkas rayonimizda davom gruppasining ismi chiqqan bo'lsa, ko'rmanlar bugungi bizning mushu azmatlarimizning ajri sifatida davom gruppasining ismini mangu qalbimizda saqlaylik. Rahmat. Rahmat. Keldim. San'at uchun kuyayotgan yuraklar, yurakda tuman arzu tilaklar. Bunlar bizga aziz hamda yuraklar. San'atkorlar aziz, seni azizlar. Bunlar bizga aziz hamda keraklar. San'atkorlar aziz, seni azizlar. San'atkorlar, güzel hayat, kuşallıkla medetkarlar. San'atkorlar, güzel hayat, kuşallıkla medetkarlar.
beshida kütürgenler hizmetine bulayman deb jan turganlar muhabbetli inog'liqni kuylaganlar san'atkorlar aziz sizlar azizlar muhabbetni inog'liqni san'atkorlar azizlar azizlar muhabbetni inog'liqni kuylaganlar san'atkorlar azizlar azizlar barlığını atıgan san'atkorlar azizlar azizlar san'at uchun barlig'ini atıgan san'atkorlar azizlar azizlar san'atkorlar güzel hayat kuşanlıkta medetkarlar san'atkorlar güzel hayat kuşanlıkta medetkarlar güzel hayat medetkarlar san'atkorlar Rahmat davam grupsidagi azmatlarga. Davam grupsidagi azmatlarning bugun bizni jalb qilg'ini, bizni o'ziga ko'ydirvog'ini, qoyil qilvog'ini, moyil qilvog'ini albatta o'rinlangan naqshlardan boshqa men boya deb o'tgandek eng muhimi davam grupsining esinligi bo'ldi. Davam grupsining hamkorlashish ro'yi bo'ldi. Davam grupsining inoqlik ro'yi bo'ldi. Davam grupsining tirishish ro'yi bo'ldi. Davam grupsining yangilikqa intilish ro'yi bo'ldi. Davam grupsining mangu san'at osmonda chaqnaydigan bir cho'lpon yulduz bo'lalaydiganligidan iborat bir ruhni biz ko'rdik. Bizni jalb qilg'ini mana mushu nuqtalar bo'ldi deb o'ylayman. Bundan keyingi barliq ishlaringizga zo'r utuqlarni tilaymiz. Shundaqla keng qitimliq bevosita tarqitish faoliyatimizda bugun o'rinlanmagan, aytilmagan naqshlarni anglashga taqozomiz. Rahmat. Undan boshqa davam gruppasining, davam studiyasining ichilish marosimida ko'rishaylik bulamda. Qanday ish bo'lsa, biz mangu sizlar bilan birga, sizlarni har vaqt qo'llaymiz. Mangu sizlar bilan biz birga. Rahmat, shundaqla bugun sizlar uchun ajr singdirgan, aqidasini singdirgan barcha muzikantlarimizga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Teşekkür. Unda bo'lsa keng qitimliq bevosita tarqitishimiz ko'rishamdiq. Ma'qul.
Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Sizlarni shu zukumonglar tezroq saqaysin, qaynoq sunjiqroq ichib hamsa, dam olishga diqqat qilinglar. Rahmat. Rahmat. Sizmi jafo chekdingiz? Sizlar jafo tortdinglar. Sizmi jafo chekdingiz? Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Rahmat.